Rossiyada patent imtihoniga tayyorlanib yurganlar diqqat qiling. Keling, hozir sizlar bilan imtihonda beriladigan 10 bitta variantdan bitta variantni 22 ta savolni to'liq ishlab chiqamiz. Undagi Falarusga o'taman, kurslar tugmasini bosaman va ekzamen na patentni belgilayman. 6-variantni belgilayman. So'ngra 6-variantni audiosini tinglayman. Audiosini eshitib bo'lgandan so'ng audio bo'yicha 2 ta savol berilgan. Ushbu savollarga o'zim bilganimcha javob beraman. Keyingi savol ham xuddi shunday audio savol. Bu savolga ham bilganimcha javob beraman. Shunday qilib har bir variantni 22 ta savolini biz o'zimiz bilganimizcha javob beramiz. Mana bu yerga bo'sh qoldirilgan joyiga biz 20 so'zini yozishimiz kerak. Chunki bu pismo. Pismo bo'limida bor yo'g'i bir dona savol bor. Shuning uchun biz bu savolga to'g'ri javob berishimiz juda ham muhim. Bayroq to'g'risidagi savol ham har bir variantda berilgan. Biz 22 ta savolni ketma-ketlikda ishlab borishimiz bilan e'tibor bersangiz, mana bu yerda to'g'ri javoblar soni berilib boryapti ostida. So'ngra imtihonni yakunlab natijamizni ko'ramiz. Meni javoblarimni ko'rdingiz. 6-variantni 22 ta savolidan 20 ta savolga to'g'ri javob berdim va imtihondan o'tgan hisoblanaman. Agarda siz noto'g'ri javob bergan bo'lsangiz va imtihondan o'ta olmasangiz, ya'ni natijangiz yaxshi chiqmasa, siz ushbu platformada yanada testni qayta ishlashingiz mumkin bo'ladi, yodlab olmaguningizga qadar. Hurmatli obunachilar, bu yerda 11 ta variantdan birinchi variantning savollari to'liq ochiq turibdi. Qolgan variantlarni savollarini ishlash uchun platformada to'lov qilish kerak. To'lov narxi 450 rubl. Men to'lov qilib platformani yuklab olganligim uchun menga barcha 11 ta variant ochiq turibdi. Demak, ushbu platformamizni topib, telefonni ekraniga xuddi Klik yoki Sberbank prilojeniyalari kabi telefonni ekraniga chiqarib qo'yishni o'rgataman. Buning uchun Yangizdagi Yandex yoki Google'dan ushbu Falarus kiritasiz. So'ngra bizni platformamiz kelib chiqadi. Ro'yxatdan o'tish uchun ismingizni, familiyangizni, hozirgi telefon yoki email pochtangizni kiritib, parol o'ylab topasiz va parolni tasdiqlaysiz. So'ngra ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz va bizni platformamizga kirasiz. Bu yerda ushbu belgiga bosib, "Показать еще" tugmasiga bosib, "Добавить на экран домой" tugmasiga bosasiz. Добавить bosamiz, shunda bizni telefonimizda paydo bo'ladi. Va keyingi kirishda shunchaki telefon raqamimiz va o'ylab topgan pochtamiz bilan kiramiz. Endi kurslar tugmasiga bosamiz. Patent kerak bo'lsa, patentga bosamiz. Shunda yozilgan 450 rublga xarid qilish. So'mda, rublda to'lov qilsangiz bo'ladi. Bu yerda karta raqamlar berilgan. To'lovni qilib, chekini shu yerga yuklaysiz. So'ngra to'lovni yuborish tugmasiga bosasiz va testlar ochiladi.